Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov Sho'rchi tumanidan. Hurmatli vatandoshlar, dunyoda bo'layotgan voqealardan gapiramiz. Undan keyin men kambag'alman, men qo'shiqman loyihasini ham gapiramiz. Bu orada saylov to'g'risida gaplarni ham gapiramiz. Hurmatli vatandoshlar, mana ko'ryapsizlar, dunyoda Trump ma'muriyati Yevropa davlatlari bilan orasidagi sovuqchilikni evaziga qayerga borishini bilmay Xitoyga bordi. Xitoyda ham sharmandali holatda o'zining haligi shaytonxonasiga, Oq uyiga shaytonlar joylashib, shaytonning erka urg'ochisi joylashib olgan binosiga bordi. Yana endi kimda allashini bilmaydi. Bu Epsteinga to'n qo'yganlarda Alloh taolo o'zi yo'liga solib qo'ydi. Endi uning Amerikaning terang fikrli siyosatchilari aytayaptiki, endi buning partiyasi, ya'ni Respublikachilar partiyasi odoyi tamom bo'ldi deyapti. Bu Xitoyda yaxshi munosabat bo'lmadi, faqat ko'z ko'rona bo'ldi. Aslida negizida hech qanday bo'lgan yo'q. Tramp qaytgandan keyin Putin ham haligi Kremldagi shaytonning erka urg'asi joylashib olgan Kreml rahbari Putin ham chovib bordi. O chovib borgani bilan bir narsa bitmaydi ham, bir amalga oshmaydi ham. Endi yaxshilab tahlil qilib qarasak, u ham o'zi boradigan joyiga bordi, kiradigan joyiga kirdi. Nimaga deganda, begunoh odamlar o'limiga sababchi bo'lyapti ular. Mana shu Amerika ham, Isroil ham, Rossiya ham begunoh odamlar, begunoh. Bular bosqinchilarga hech qachon Alloh bosqinchi tarafda bo'lmaydi, hazar qiladi ulardan, hurmatli vatandoshlar. U jamiyat, dunyo o'zi ko'rsatib turibdi. Mana Eron xalqi, qahramon Eron xalqi butun yer qurrasidagi shaytonning urg'ochlari erkaklarga qaratib toshni otyapti. Mana bu yer qurrasidagi shaytonning erkak urg'ochlariga. Buni to'g'ri ma'noda tushuninglar. Men joydari tilda gapiryapman. Madaniyatli qilib gapiradiganlar bor, o'zimizning siyosatchilarimiz bor. O'zlari chiqib turibdi. Mana Kamoliddin Rabbimov, Shohrat Rasulov degan yigitlarimiz bor. Mana Rasul Kusherbayev, yaxshi yigitlarimiz bor. Mana Abdurahmon Tashanov degan yigitlarimiz bor. Bu yigitlar o'zlarining fikrlarini, doiralarini xalqimizga aniq, ochiq fikrlarini bildirib turibdi. Bu juda yaxshi, u kelajak uchun ham kerak. Mana al-qissa Eron xalqiga, Eronning hukumatiga, Eronning xalqiga, 90 million xalqiga Alloh kuch-quvvat bersin. G'alaba tilayman Eron xalqiga. Shu shaytonga qaratib, shaytonning yerdagi urg'ochlariga qaratib tosh otayotgan Eron xalqiga g'alaba tilayman. Hurmatli vatandoshlar, qolaversa, mana o'tgan safar chiqqanimda saylov to'g'risidagi gaplarni gapirdim. Bu saylovda bo'lgan voqea, o'sha mana saylovning natijasini mana ko'ryapsizlar, hurmatli vatandoshlar. Haligi tirik murda senatorlar, tirik murda deputatlar, tirik murda siyosiy partiyalar, mana sizlar saylovdan o'tkazdilaring, saylov komissiyasining a'zolari. Mana oqibatini ko'ryapsizlar. Jarima otni kallasday bo'lyapti. 50 haligi mashinani aniq qilish ham shu sizlar gunohkorsizlar. Shu saylovda komissiyasi o'tirib,
yo'q odamni keldi qilib, hali qabristondan keldi qilib, haliga oq mana bunday shari idishda to'ldirgan sizlar tufayli mana ko'ryapsizlar, sizlar shu o'qituvchi, medik xodimlari edilaring. Mana endi yaxshilab eshitinglar, buni men tinimsiz gapiraman. Sizlarning qilgan gunoh ishlaringni Alloh o'zi yo'liga soladi. Sizlar juda katta xato ish qildilaring. O'zlaringni farzandlaringga, avlod ajdodlaringga, ota avloding, ina avloding, qaynota avlodingga, qudavandalaringga ham sharmanachilikda olib kelib qo'ydilaring sizlar. Sizlarni tufayli ta'lim izmidan chiqdi. Sizlar tufayli mana shu saylov komissiyasining a'zolari tufayli tibbiyot izmidan chiqib ketdi. Hamma soha izmidan chiqib ketdi. Begunoh odamlar qamalishiga ham sizlar sababchisizlar. Mana shunga pensionerlarning pensiyasi 800 million bo'lishiga ham sizlar sababchisizlar. Sizlar o'tkazdilaring shu odamlarni. Oxiri oqibati natijasi chiqyapti mana kunda, hozirgi kunda. Ko'ryapsizlarmi? Saylov komissiyasining a'zolari tufayli qarang, saylov komissiyasining a'zolari o'qituvchilar bo'lgan. O'qituvchi, medik xodimlari bo'lgan. Bular o'tkazgan odamlar bir yaqinda bir tablo chiqib qoldi internetda. Qarang, Xalq ta'limi vazirligi uning qoshidagi ishlayotganlar oyligini qarang. Sharmanda, bular o'tkazganlar 3 million, 4 million mana oylik bilan yashayapti. Ular shuni o'tkazgan saylov komissiyasini deputat qilib, senator qilib saylab o'tkazganlarning oyligini mana sizlarning 70 million, 70, 80, 100 necha millionlab oylik olgan ekan. Bir chiqqan ekan, mana internetda chiqdi, men ko'rdim, o'qidim. Bu yolg'ondir, u yoq bu yoq deb qarasam, izmiz 2-3 marta chiqardi, hurmatli vatandoshlar. Juda ko'p chiqyapti. Facebook sahifasida chiqib turibdi. Afsuski, meni endi o'nchalik tajribam yo'q, bo'lmasam shu yerda ko'rsatardim. Mana ko'ringlar, sizlarning saylov komissiyasining a'zolarining qilgan ishlaringning natijasida xalq qanchalik jabr ko'rayotgani, uning ustiga o'zlaringning oyliklaring qancha bo'layotganini. O'ylay, saylov komissiyasining a'zosi bo'lmay, bir oshga o'zingni xalqingni sotding. Shu komissiya nimaga uchun Akmal Norqobilov buni gapiryapti? Ertaga Xudo xohlasa muxolifat kayfiyatidagi insonlar ko'payadi. Ko'payish kerak. Mana shu narsani e'tiborga olgan holda saylovda e'tiborli bo'lishi uchun gapiryapman, hurmatli vatandoshlar. Chunki muxolifat vatan, davlat, xalq kelajak avlodidir ular. Xalqning, davlatning tinchligi tamoyili ana shu muxolifatda. Mana ko'ryapsizlar, oqibatini ko'rib turibsizlar, nima bo'layotganini. Hali soliqlar hali boshlanibdi, hali boshlanadigan bo'lyapti. Haliga ortiqcha pul qayerdan keldi, qancha soliq to'laydi. Hali bu rasvogarchilikning boshlanishi. Mana shularda ham shunday odamlarning shunday anonga kelib qolishiga, deputat parlamentga o'tirib olishiga sizlar sababchisizlar. Noyabr oyidan beri, 25-yil noyabr oyidan beri men kambag'alman, men qoshshoqman loyihani ko'tarib chiqyapman. Eng kami 4 milliondan oldin 3 million edi, hozir 4 milliondan hisoblanish kerak pensiyani deb gapiryapman. Bejiz gapirayotganim yo'q. Chunki deganda iste'mol savatchasiga asoslangan holda, ya'ni 80% hisobida 4 milliondan hisoblanish kerak. Nogironlar bor. Ularning pensiyasi 5 milliondan hisoblanish kerak. 1 million ko'p bo'lish kerak. Chunki biz O'zbekiston xalqi bu davlatda yashayotgan har bir inson mehrli, oqibatli xalqmiz. Ana shuni hisobga olgan holimizda
eng kami erkak, ayol kishi bo'ladimi, pensiyaga chiqdimi 4 milliondan hisoblanish kerak. Qarang, yana bir narsani gapirib o'tmoqchiman, hurmatli vatandoshlar. Ichki ishlar xodimlarining pensiyasi 5 milliondan yuqori 6 milliondan ostida ekan. Men aytdim, bu ichki ishlar xodimi, sen nima ish qilding dedim. Nima karomat qilib ko'rsatdingki, senga shuncha pensiya berilyapti? Nima karomat ko'rsatding? Ha, biz o'nni qildik, buni qildik deydi. To'xta dedim. Xalqning dedim, ichkaridagi tinchligini xalqning o'zi 95%ni bajarib turibdi dedim. Ichki ishlar xodimi bo'lasan, prokuroring bo'ladimi, sudyang bo'ladimi, DX xodiming bo'ladimi, PXing bo'ladimi, parlament deputating bo'ladimi, bularning hammasini jamlasa prezident divon administratsiyasi bo'ladimi, 5% sizlardiki. 5%. Qolgan 95%ni xalqning, O'zbekiston xalqining mehr oqibatining evaziga dedim, tinchlik bo'lib turibdi dedim. Agar meni gapim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Lo'boy qishloqqa borgin, Lo'boy mahallaga borgin, Lo'boy rayonga, tumanlarga borgin, xalqning o'zidan shunday qarashingdan fahmlab olasan dedim. Nima deyishini bilmay qoldi. Nima deyishini bilmay qoldi. Men asoslab gapirib berdim. Agar mening asosim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'zlaring savol javob qilinglar. Haqiqatan ham O'zbekiston xalqi mehr oqibatli xalq, yurtimizning tinchligi, ichkidagi tinchligini 95% hisobda tinchlikni saqlab turibdi. Qolgani davlat tashkilotlari. Ular ham davlat tashkilotlari ham kimga xizmat qilish kerak? Xalqqa xizmat qilish kerak. Vatan, davlat siz bilan bizmiz. 38 million xalq bor ekan, vatan bor. 38 million xalq bor ekan, vatan bor, davlat bor. Men davlat xizmat, sen davlat xizmatchisi emas, sen xalq xizmatchisisan. Xalqqa xizmat qilishing kerak. Prezidentdan tortib hammaga xizmat qilishing kerak. Mana shu xalqqa. Peshonangga surtib, mana shunday xalqim bor ekan deb, xalqim peshonasini peshonangga surtishing kerak. Sabrli, toqatli xalqimizga. Shuni aytib gapirganimdan keyin jim bo'lib qoldi. Nima deyishini bilmay qoldi. Oxiri keyin aytdi, o'zi ham to'g'ri tan oldi. Haqiqatan ham dedi. Yana bir ikki gaplar bor edi. Uni keyin gapirmadim. U gapirganda gapiraman deb turdim. Yo, o'zi tan olib, haqiqatan ham xalqimizning shu mehr oqibatli evaziga to'g'ri aytyapsiz dedi. To'g'ri gapiryapsiz dedi. Men aytdim, men to'g'ri gapirayotganim yo'q dedim. Bo'lmasa kim gapiryapti dedi. Alloh gapir deyapti dedi. Alloh qalbimga soldi, gapir deyapti dedim. Tilimga gapir deyapti dedim. Ishonmasangiz dedim, Qur'onni olib o'qing dedim. Tafsiri bor dedim. Arab tilini tushunmaysiz dedim. Ammo lekin tafsiri bor dedim. Shayxlar, ulamolar tafsir qilgan dedim. Ana shuni o'qing dedim. Kim gapirayotganini bilasiz dedim. Mana hurmatli vatandoshlar, ko'ryapsizlar, men kambag'alman, men qashshoqman loyihasi. Bu loyiha asosi dunyoda kambag'allikni, qashshoqlikni yo'qotish siyosati birinchi o'rinda turadi. Butun dunyo xalqlari ham rivojlangan Yevropa davlatlarida ham hamma joyda qashshoq, kambag'al odam bo'lmasligi kerak. Men bu gapni gapirishim mana shu loyiha, mana shu men kambag'alman, men qashshoqman loyihasi pensiyaning eng kam miqdori 4 milliondan hisoblanishi kerak, hurmatli vatandoshlar. Uning uchun hisoblanishi uchun nima bo'lish kerak? Xalqimiz muxolifat kayfiyatida bo'lishimiz kerak. Muxolifat kayfiyatidagi odamlar dunyo siyosatida hech qanday o terrorizmga bog'liq emas, o hech qanday
oqimga ham bog'liq emas. Bu xalqlarning, vatanlarning, yurtlarning tinchligi, kelajagini ko'tarib chiqib, xalqning manfaati yo'lida bo'ladigan ishlarni amalga oshiruvchi kim bo'ladi? Muxolifat kayfiyatidagi odamlar bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Bu muxolifat kayfiyatiga o'tmasak bo'lmaydi. Adolatsizlik kundan kunga rivojlanib ketdi. Odil sudlovlar kiradigan joyiga kirdi. Qonun ustuvorligini abgor holga keltirildi. Begunohlarni olib kirib ichkariga, haligi Karimov davrida jasliq qamoqxonasiga olib borib, ana Nodir To'raqulovga o'xshaganlar itdek quturib ketgan edi. Bo'lar bo'lmas odamlarni olib borib orqasiga dubunkalar tiqib, rasvosini chiqargan edi. Surxondaryoda 5 yashar qizni otasi bilan qo'shib kishanlab otib tashlagan Nodir To'raqulovlar. Ularni ham kim aniq qildi? Va o'tirgan generallar qildi. Ana shu generallar. Nodir To'raqulovni o'zi o'tiribdi. Hozir yaxshilab gapirtirsa ana shuni. Qilgan ishiga avvalgi pushaymay-yapti. Lekin asli uni qo'llab turganlarni ham birma-bir tilga chiqarib gapiradi. Buni nimaga uchun gapiryapman? Begunoh odamni qamamagin. Gunoh qildimi? Javob beradi. Sud oldida. Hurmatli vatandoshlar, bizga muxolifat kayfiyatidagi odamlar ko'payish kerak. Bu yil 2026-yil muxolifat yili. Iloji bo'lsa, nima bo'lsa ham hozir aqlda ishlatgan holimizda sentyabr oyida parlamentda saylovni o'tkazib olishimiz kerak. Nimaga uchun deb gapiryapman, bilasizlarmi? Agar mana shu saylovda o'tkazishga erinsak, 26-yildagi byudjet, ajratilgan byudjetning pulini qayerga qanday sarflangani ochiq oydin bo'lib qoladi. O siz bilan bizning bitta Akmal Norqobilov yoki bo'lmasam bir ikkita olim ulamolarning gaplari emas. Siz bilan bizning gapimiz bo'lish kerak, hurmatli vatandoshlar. Dunyo o'zgaryapti. Har bir davlat o'zining yo'nalishini mahkam ushlab olyapti. Biz O'zbekistonliklar ham shunday mahkam ushlashimiz kerakki, yer osti, yer usti boyliklari xalqniki bo'lish kerak, hurmatli vatandoshlar. Hurmatli vatandoshlar, gapiradigan gapni qisqa, mazmunli, chiroyli qilib gapirdim. Izoh yozayotganlar yozyapti, juda ajoyib, juda o'zining xolisona fikrlarini bildiryapti. Bu fikrlarni bildirayotganlarga, shu fikrlarni yozayotganlarga, tarbiyalagan otasiga, onasiga, avlod ajdodiga, o'qituvchilariga mingdan ming rahmatlar aytaman. Alloh madadkor bo'lsin, yurtimizdagi shaytonning erkak urg'ochi ana poraxo'rlarni jo'g'atishda madadkor bo'lsin. Hurmatli vatandoshlar, aqlda ishlatgan holda o'zimizning fikrlarimizni bildirishimiz kerak. Rahmat sizlarga, men uchun menga izoh yozayotganlarga behisob rahmatlarimni aytaman. Men ham aytayapman, tarbiyalagan ota-onasiga rahmat ana shularga. Tarbiyalagan o'qituvchilariga ham rahmat deyman, hurmatli vatandoshlar. Terang fikrli bo'lishga intilingizlar, hurmatli vatandoshlar. Ajab emas, ertaga kunda pensionerlarimizning pensiyasi ham 4 milliondan hisoblanib boshlasa, nur ustiga nur bo'ladi. Biz ham insonmiz, hurmatli vatandoshlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.